To'rtinchi oy. To'rtinchi oyga yetganda chaqalog'ingiz rivojlanishning qiziqarli bosqichiga qadam qo'yadi. Kichkintoyingiz kuchayib, ziyrakroq va tobora ijtimoiylashib bormoqda. U endi dunyo bilan yangicha aloqa o'rnatishga tayyor. To'rtinchi oydagi o'sish. Bu bosqichda bolalar o'rtacha bir maromda o'sadi. Vazni oyga 450-570 gramm ortadi. Bo'yi oyga 1.3-2,5 santimetr o'sadi. Bosh aylanasi oyga 1.25 santimetr kattalashadi. Ko'pchilik chaqaloqlar 4-5 oylik bo'lganida tug'ilgandagi vaznini 2 barobarga yetkazadi. O'sish davrlari hali ham bezovtalik va qo'shimcha ovqatlanishga ehtiyoj tug'dirishi mumkin. 4 oylik chaqalog'ingiz nima qilishi mumkin? Yirik motorika. Tayanch bilan o'tiradi. O'tqizish uchun qo'lidan tortilganda boshini barqaror ushlab turadi. Qorin bilan yotganda bilaklariga tayanadi. Olddan orqaga aylanadi. Nozik motorika. Kunning ko'p qismida qo'llarini ko'pincha ochiq holda tutadi. Kiyimlarni changallab ushlaydi. Tinimsiz cho'ziladi. Shaqildoqlarni mahkam tutib silkitadi. O'z-o'zini parvarish qilish. Emizish paytida ko'krak yoki shishani qisqa vaqt ushlab turishi mumkin. Muammolarni hal qilish. Buyumlarni og'ziga olib boradi. Notanish yuzlarga tanish yuzlarga qaraganda uzoqroq tikiladi. O'yinchoqlarni qo'llari va og'zi bilan tekshirib ko'radi. Ijtimoiy, hissiy. O'z-o'zidan tabassum qiladi. Ota-onasini ovozini eshitganda tinchlanadi. O'ynoqi ovozlar suhbatlardan zavq oladi. Qabul qilish qobiliyati. Ovoz kelgan tomonga boshini buradi. Tinchlanganda jim bo'ladi. Ifodalash qobiliyati. Baland ovozda kuladi. Yolg'iz qolganda ham boshqalar bilan ham o'ynoqi tovushlar chiqaradi. Chaqalog'im nimani tushunadi? Ko'radi va eshitadi. Tanish yuzlar va ovozlarni taniy oladi. Ko'zlari bilan harakatlanayotgan narsalarni ravonroq kuzatadi. E'tibor berilganda tabassum qilib ovoz chiqaradi. Ovozni turli ohanglarini farqlay boshlaydi. 4-oydagi uyqu. Ko'p ota-onalar bu yoshda bolalarning uyqusi ancha tartibli bo'lib qolganini sezishadi. Jami uyqu kuniga 12-16 soat. Tunda kechasi uzoqroq muddat uxlash. Kunduz kuni odatda 2-3 marta kunduzgi uyqu. 4 oylik chaqalog'ingiz rivojlanishini qanday qo'llab-quvvatlashingiz mumkin? Uxlash va silkitish uchun shiqildoqlar va o'yinchoqlar bering. Kuku kabi odatiy interaktiv o'yinlar o'ynang. Chaqalog'ingiz ovoz chiqarganda gapiring, qo'shiq ayting, kuling va tabassum qiling. Tanani yuqori qismi va asosiy mushaklarni mustahkamlash uchun har kuni qorin bilan yotqizib mashq qildiring. Xulosa: 4 oyligida chaqalog'ingiz qiziquvchan, o'yinqaroq kichkintoyga aylanadi. Birinchi kulgudan to ag'darilishgacha bo'lgan har bir yangi yutuq katta rivojlanish sari qo'yilgan qadamdir.